Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va Kogon shahar yoshlari. Bugungi brifingimizning asosiy maqsadi Kogon shahrida aholi, ayniqsa yoshlarning dard va tashvishlarini tinglash, mavjud muammolarni pastga tushgan holda ijobiy hal etish hamda xalqni rozi qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida keng jamoatchilikka ma'lumot berishdan iborat. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Shu ezgu tamoyil asosida shahrimizning 19 ta mahallasida tizimli ravishda 38 marotaba ommaviy sayyor qabullar o'tkazildi. Bunday muloqotlardan ko'zlangan asosiy maqsad qog'ozbozchilikka chek qo'yish va maqsadlarni kabinetda emas, ayniqsa joyida, xalqning ichiga kirgan holda hal etishdir. Amaliy natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, oxirgi chorak davomida o'tkazilgan qabullar natijasida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, ishsiz yoshlar va tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolar tomonidan bildirilgan murojaatlarning 70% dan ortig'i o'z joyida yechimini topdi. Shu bilan birga biz yoshlarimizni yurtimizning eng katta boyligi deb bilamiz. Ularning muammosini o'zimizniki deb his qilmas ekanmiz, amalga oshirilayotgan islohotlarimiz kutilayotgan natijalarni bermaydi. Shu bois shahrimizda rahbar va yoshlar uchrashuvi butunlay yangi formatda o'tkazilmoqda. Biz yoshlar bilan faqatgina rasmiy zallarda emas, balki ular uchun qulay bo'lgan muhitda, maktab sport maydonlarida, kutubxonalarda yuzma-yuz muloqot qilmoqdamiz. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida 23 ta ana shunday uchrashuvlar o'tkazilib, ulardan 978 nafar yoshlar ishtirok etdi. Ochiq muloqotlar davomida bildirilgan 58 ta muammo va takliflarning 54 tasi joyida hal etilgan bo'lsa, qolgan 4 tasi tegishliligi bo'yicha mas'ullarga yo'naltirilib, qattiq nazoratga olindi. Shuningdek, ushbu uchrashuvlar davomida aniqlangan ehtiyojlar asosida yoshlar daftariga kiritilgan 9 nafar yigit-qizlarimizning o'quv kurs xarajatlari, haydovchilik guvohnomasi to'lovlari, yashash xonadoni ijara haqqi, o'qish kontrakt pullari va subsidiya mablag'lari ajratilishi to'liq ta'minlandi. Zero, ijtimoiy rivojlanish faqatgina moddiy yordam ko'rsatilishdan iborat emas. Shahrimiz aholisining ma'naviy olamini boyitish, kitobxonlikni keng targ'ib qilish va yosh avlodni turli yod g'oyalardan asrash bizning eng asosiy vazifalarimizdan biridir. Shu maqsadda mahalla yoshlar yetakchilari va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yil boshidan boshlab 31 marotaba Zakovat intellektual o'yinlari, 4 ta Neo kitobxon hamda 4 marotaba yoshlar kitobxonlik tanlovlari yuqori saviyada tashkil etildi. Mazkur ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga 1480 nafar yoshlarimiz qamrab olindi. Bundan tashqari yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida o'tkazilgan 7 ta yirik vatanparvarlik tadbirlarida shahrimizning 865 nafar yoshlarimiz faol ishtirok etishdi. Xulosa o'rnida aytish joizki, Kogon shahrida yoshlar bilan muloqot qilishning ushbu tizimi bundan buyon ham izchil davom ettiriladi. Maqsadimiz bitta: yoshlarimizning bugungi hayotidan rozi bo'lib, ertangi porloq kelajaklarda ularga hamnafas bo'lishdir. E'tiboringiz uchun rahmat.